Salom do'stlar, sizlarni yana kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Sizlar bilan ro'parasi 19-darsimizga yetib kelibmiz. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan preposition of place, ya'ni joy predloglarini o'rganamiz. Qani bo'lsam ketdik. Birinchi prepositionimiz bizda next to, beside. Ya'ni bu yonida deb tarjima qilinadi. Misol uchun, we always have a picnic next to or beside the river. Ya'ni biz har doim daryo yaqinida yoki yonida piknik qilamiz. Bu yerda xohlasangiz next to yoki beside ishlatsangiz bo'ladi. Ikkalasi ham to'g'ri. Yana bir misol ko'radigan bo'lsak, there is a pharmacy next to or beside the bakery. Ya'ni novvoyxona oldida bitta apteka bor. Ya'ni dorixona. Keyingi predlogimiz bizda between, ya'ni orasida yoki o'rtasida. Misol uchun, there is a strawberry between the pineapples. Ya'ni ananaslar o'rtasida bitta qulupnay bor. Keyingi misolimiz bizda there is a Samsung 25 between the iPhone 17 phones. Ya'ni iPhone telefonlari o'rtasida bitta Samsung S25 bor. Ya'ni shu tarzda tarjima qilinadi. Keyingisi bizda in front of, ya'ni oldida degani. Misol uchun, there is a car in front of the house. Ya'ni uyni oldida bitta mashina bor. Keyingi misolimiz bizda there is an owl in front of the box. Quti oldida bitta ukki bor. Keyingi predlogimiz bizda behind, ya'ni ortida. Misol uchun, there is a cat behind the box. Ya'ni quti ortida bitta mushuk bor. Keyingi misolimiz bizda there is a rabbit behind the tree. Ya'ni daraxt ortida bitta quyon bor. Keyingi predlogimiz bizda opposite. Opposite, ya'ni qarshisida, ro'parasida yoki to'g'risida. Misol uchun, he works opposite the bookshop. Ya'ni u kitob do'koni to'g'risida ishlaydi. Keyingi preposition misolimiz there are a lot of people opposite the bank. Ya'ni bank to'g'risida ko'p odamlar bor. Keyingisi bizda predlogimiz under, ya'ni tagida. Misol uchun, there is a pumpkin under the bench. Ya'ni skameyka tagida bitta qovoq bor. Keyingisi there is a dog under the table. Ya'ni stol tagida bitta it bor. Keyingi predlogimiz bizda above. Above, ya'ni ustida degani. Tepasida. There is a plane above the mountain. Ya'ni tog' ustida bitta samolyot bor. Yana bir misolimiz there is a ball above the box. Ya'ni quti ustida bitta koptok bor. Xo'p do'stlar, bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi.
keyingi mavzu darsimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.